Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinasi. Xo'rozdagi xe bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Xe Әмді bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. X'ning beshidan ulindigan shakli. Misol: Xurjun. X'ning bosh va oyog'idan ulindigan shakli. Misol: Oshxona. X'ning oyog'idan ulindigan shakli. Misol: Bix. X'ning ayrim shakli. Misol: Daraxt. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Xurjun X harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Oshxona X harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Bix X harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Daraxt X harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Xat, shoh, xaf, xat, pax, ta, paxta, nax, sha, xe, mir, xemir, xush, xuy, xushxuy. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, bolalar ana tili, bolalar ingliz tili, boshlang'ich seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati